80% bemorlarning muammosi bu ko'zlardagi ikki xillik. Biza blefaroplastika qilib shu ikki xillikni to'g'rilay olamizmi, yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni bilib olasiz. Ko'zlardagi asimetriya ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchi tipimiz bu qovoqlardagi chiziqlar yoki ortiqcha terilar bilan bog'liq asimetriya. Agar sizda bitta ko'zda ko'p teri, bittasida kam bo'lsa, biz uni bir xil qilib olishning hisobiga yoki skladkalarimiz ikki xil bo'lsa, skladkani bir xil yasashning hisobiga qovoqlaringizni simmetrisini qilib bera olamiz. Ikkinchi tip asimetriyamiz esa bu suyak bilan bog'liq. Ba'zan bitta ko'z ko'rsamiz kattaroq, bittasi kichkinaroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda biza ko'zlarni 100% bir xil qilib bera olmasligimiz mumkin. Aynan mana bu keysimizda e'tibor beradigan bo'lsak, ko'z ko'rsamizda o'ng tomonda ozgina ko'z ko'rsamiz kattaroq, qoshlarimiz teparoqda joylashgan, chap tomonda esa qosh va ko'z ko'rsamiz ozgina pastroqda joylashgan. Bemorimiz murojaat qilib keldilar ko'z ustida skladkalar yo'qligida va ko'zni asimetriyasiga. Biz blefaroplastika amaliyotini Singapur tipida amalga oshirdik. Bemorimizda ikkita bir xil chiroyli skladkalarni shakllantirib berdik. Lekin e'tibor beradigan bo'lsak, bizda mana bu tomondagi qoshimiz va suyagimizni yuqoridaligini hisobiga ozgina asimetriyamiz saqlangan. Do va poshli rasmlarni solishtiradigan bo'lsangiz, siz asimetriyani qisman tuzalganini ko'rishingiz mumkin. Agar sizning ham ko'zingizda asimetriya bo'lsa, konsultatsiyaga kelishingiz mumkin. Biz ko'zingizni ko'rib, sizda qanaqa tip ekanligini aniqlab, uni yechimini qilib berishga harakat qilamiz. Qanaqadir boshqa qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyada yo'llang. Keyingi video aynan sizning savolingizga javob bo'ladi. 80% bemorlarning muammosi bu ko'zlardagi ikki xillik. Biz blefaroplastika qilib shu ikki xillikni to'g'rilay olamizmi, yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz buni bilib olasiz. Ko'zlardagi asimetriya ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchi tipimiz bu qovoqlardagi chiziqlar yoki ortiqcha terilar bilan bog'liq asimetriya. Agar sizda bitta ko'zda ko'p teri, bittasida kam bo'lsa, biz uni bir xil qilib olishning hisobiga yoki skladkalarimiz ikki xil bo'lsa, skladkani bir xil yasashning hisobiga qovoqlaringizni simmetrisini qilib bera olamiz. Ikkinchi tip asimetriyamiz esa bu suyak bilan bog'liq. Ba'zan bitta ko'z ko'rsamiz kattaroq, bittasi kichkinaroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda biza ko'zlarni 100% bir xil qilib bera olmasligimiz mumkin. Aynan mana bu keysimizda e'tibor beradigan bo'lsak, ko'z ko'rsamizda o'ng tomonda ozgina ko'z ko'rsamiz kattaroq, qoshlarimiz teparoqda joylashgan, chap tomonda esa qosh va ko'z ko'rsamiz ozgina pastroqda joylashgan. Bemorimiz murojaat qilib keldilar ko'z ustida skladkalar yo'qligida va ko'zni asimetriyasiga. Biz blefaroplastika amaliyotini Singapur tipida amalga oshirdik. Bemorimizda ikkita bir xil chiroyli skladkalarni shakllantirib berdik. Lekin e'tibor beradigan bo'lsak, bizda mana bu tomondagi qoshimiz va suyagimizni yuqoridaligini hisobiga ozgina asimetriyamiz saqlangan. Do va poshli rasmlarni solishtiradigan bo'lsangiz, siz asimetriyani qisman tuzalganini ko'rishingiz mumkin. Agar sizning ham ko'zingizda asimetriya bo'lsa, konsultatsiyaga kelishingiz mumkin. Biz ko'zingizni ko'rib, sizda qanaqa tip ekanligini aniqlab, uni yechimini qilib berishga harakat